Hammaga salom. Sizlar Uzgrant TV kanalini tomosha qilmoqdasiz va men Jamshidbek. Azizlar, bugun sizlarga muhim bo'lgan xabarni yetkazmoqchiman. Ya'ni pastda o'qigan bo'lsangiz, Samarqandda qimmatbaho surat topildi deya xabar qoldirdim. Ya'ni yozib qoldirdim demoqchi edim. Xo'p, o'tkazilayotgan O'zbek-Yapon ekspeditsiyasiga asoslanib, ya'ni 7-asrga oid surat topildi deb xabar bermoqda. Reports.uz O'zbekiston Today nashri ma'lumotlariga asoslanib, u Kofir qal'ada, ya'ni Kofir qal'a Zardushtiylar amali aks etgan taxtacha ustida topilgan. Samarqandda Kofir qal'a bormi? Shu Kofir qal'a degan, menimcha yaxshi tushunmayman qal'ani, Samarqandliklar bilsa kerak. Topilmada Yaponiyaning Nara shahridagi Syosain xazinaxonasidagi joylashgan musiqiy asbob tasvirlangan. Bu O'zbekiston Buyuk Ipak yo'lida muhim hudud bo'lganligini isbotlaydi deya yozishdi. Kofir qal'a majmuasi Afrasiyob shahridan 30 kilometr janubiy-sharqida joylashgan. Taxmin qilinishicha, surat hukmdor xonasida bo'lgan. Suratda ya'ni mix teshiklari devorga osib qo'yilgan. Shu mix teshiklari bilan suratda mix teshiklari bor, ili bu devorga yopishtirib qo'yilgan deya taxmin qilinmoqda. Ya'ni aniq ma'lumot. Xo'p, suratni ko'rishingiz mumkin. Mana hozir joylayman. Surat 4 qatordan iborat. Eng yuqori qatorda arslon ustida o'tirgan So'g'itning asosiy xudosi Nana tasvirlangan. Ikkinchisida qo'lida Syosainda saqlanadigan arfa va torli shoh ushlab turgan musiqachilar. Eng pastki qatorda olovli taxta supa. Ta'kidlanishicha, arfaning tarixi Shimoliy daryo oralig'i Asiriyada boshlangan bo'lib, so'ngra musiqiy asbob Markaziy Osiyo orqali Xitoy va Yaponiyaga yetkazilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Azizlar, video yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Bu tarix nega bu narsani olib chiqding deydigan insonlarga, bu bizning ham tariximiz edi. Bizda topilgani bu juda qiziq deya olib chiqdim. Kimgadir tarix yoqadi, o'z fikringizni tarixchilar kommentariyada yozib qoldiring, kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.